Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, bugungi kunimiz shunaqangi quvonchli kun bo'lyapti. Hozir mana bilasizlar, Allohning rahmati yog'ilgan Ramazon oyida turibmiz va yana kerak bo'lsa bizni ustimizdan hozir Allohning rahmati yog'ilib turibdi. Bu yomg'ir yog'yapti. Shunaqangi go'zal mana holatlarda shu insonlar bilan men ko'rishib o'tiribman. Mana 20 kun oldin men ishdan qaytyapman-da, bir inson menga telefon qilyapti. Alo, Jahongir, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Siz o'sha tabibmisiz? Ha, men o'sha tabibman. Iltimos sizdan, mana shunaqangi opamlar shunaqa betob bo'lib qoldiki, hozir reanimatsiyada turibdilar. Sahrlari 25 dan tushmayapti. Iltimos menga yordam bering. Hozir ular sizni ko'rgan ekan, insulinga buyurishdi. Onam opamni insulin olmasa bo'lmas ekan ertadan 3 mahalga yozib berishdi deb aytdilar menga telefonda. Endi men nima deyapman ularga? Nimaga hozir shunaqa holatda tushirishilmayapti? Yo insulinga o'tmasa bo'lmaydi, to'g'ri tushuning. Mana shunaqa deyapti, lekin sizni narsangizni ko'rgan ekan, shu YouTubedan o'sha narsani olib kelmasangiz bo'lmaydi. O'sha narsani ichaman deb turib olganlar reanimatsionniy holatlarda dedilar. Mana shu opam menga telefon qildilar, to'g'rimi? Keyin mana rizqi nasibasi bor ekan, soat 11 da kechpayt uyimga borishdi. Uyim lokatsiyasini 11:30 da, 11:30dami? Ha. 11:30da mana uyimga borishdi. Mana shu rizqi nasibasi bor ekan, men ularga o'sha qora bo'ri bilan kulikovani berdim. Mana shu narsani mana Xudo xolasa olib borishdi. Endi u qolganini bularni o'zingizdan eshitasiz. Opajon, masalan, assalomu alaykum. Siz o'sha kuni reanimatsiyada ekansiz. Men olib kelinglar dedim. O'zingiz bilmaysiz hech nimani, ha? Qarang. Ular ketganini ham bilmayman. Siz o'sha narsani olib kelib ber deb turib oldingizmi? Men istila olmayman dedingizmi? Hech narsani bilmayman. Ular o'zlari anaqa qilib kelishdi. Kuzatib yurar edim. Ularga men juda ko'p aytdim, mana shu yerga borib, tabiiy shu bolani dorisini olib kelaylik dedim. Fursat bo'lmadi, to'g'ri. Vaqt soati bitmaganmi, bo'lmadi. Shu oxiri shu naslikaga tushib, nimaga yotdi? Banisaga yotdi. Banisaga yotgandan keyin uje ukollar qabul qilmayapti-da. Tanasi umuman. Qabul qilmayapti. Uje nazarga ketyapti-da. Orqaga qarab. Orqaga ketyapti. Axirine vrach aytdi, insulin oladi dedi. Dedi, bu yoq unamadi, olmayman dedi. Ertalabgacha qolsa oladi. Insulinni eshityapti. Boshqa eshitmadi. Insulin olmayman. Reanimatsionli holatda, masalan, faqat shu insulinni o'zini eshityapti, uni olmayman deyapti. Ha, meni olib chiqib ketish deyapti. Qarang, ha. O'lib qolaman shu yerda, olib chiqib ketish dedi. Buni ko'yniga qarab, ilojimiz yo'q, olib chiqdik Banisada. Uyga olib kelgandan keyin qo'rqdik, endi o'lib qoladi shekilli bu deb o'g'li bilan eni keyin keldida siz oldingizga, ilojimiz yo'q, oxirgi umidimiz sizdan bo'lib qoldi-da. Ashi 11:30da keldik, uyimizni istab borib, Xudoga shukr, ashi kuni olib boriblar, damladik, ishdik. Ertamanga u opam emas-da. Boshqa insonga nalib turibdi. Qarang, mana mo'jiza-da mana. Bir piyola ichdim. Ha, bir piyola o'shani ichdim. Mashada shakar bo'lar ekan, unaqa tarqatib yubordi-da. Glukozani parchalab tashladi-da, kirib turibdi. Qoldim ashi kuni shularni. Yarim soat o'tmadi-da. Qarang. Qo'rqdim kechasi bilan. Nima ularkini? Yo'q, ertaman bu meni opam emas-da bu. Umuman boshqa inson. Men divanga oyog'imni urib chiqardim dedi. Unaqa ham bo'lmadi, maza qilib uxladim. Mashalloh, mashalloh. Qarang. Xudoga shukr, mana. Xudoga shukr, hozir zo'r. Xudo xolasa. Qarang, Sahra o'sha kun reanimatsiyaga tushganda necha edi? 26 edi. 26 edi. 26 dan keyin o'shani ichpaq nechiga tushdi? 17. Ettasiga bordikmi? 18 ga keyin o'lchatganda 8 ga tushdi. Mashalloh, mashalloh. Qarang. Hozir mana o'shani Xudo xolasa iste'molini qilyaptilar. Ha, qilyapman. So'mkada olganman. Yuribsizmi? Bitta ko'rsatib qo'ying mana. Qaranglar, mana shunaqa tishlaydi. Ularga chunki men suv ham, choy ham ichirmaylar deganman. Mana o'sha qora bo'rimizni damlab, Xudo xolasa o'shalarni mana ichib yuribdilar ekan. Mana o'sha qora bo'rimiz mana haqiqatan mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shuni ichib yuribdilar. Sababi bu narsa mana ko'ryapsizlar, reanimatsionniy holatdagi inson mana sahri tushirishalmagan. O'sha holatda mana opamni insulinga o'tirg'izamiz deyishgan, lekin o'sha shokli holatda ham men kerak emas, insulin olmayman deb. Qarang, olib ket, batta men. Endi bu holatda ham bir hikmat borda, qaranglar, azizlarim, Alloh shuni diliga solyapti-da. Qarang, mana mo'jizani ko'ryapsizlarmi? Mana Alloh shuni diliga solyapti. Chunki mana shu mendan nasibasi bor ekan, shuni olishni ba'da diliga solib qo'yaptiki, shuning uchun o'sha narsalarni qaytartiryapti. Azizlarim, tushuninglar, bu Alloh xohlamasa kerak bo'lsa biz bir qadam ham bosa olmaymiz, boshqa ham qila olmaymiz. Meni ming ko'rsangizlar, masalan, meni oldimga kela olmaysiz Alloh xohlamasa. Mana singillari umrisidan baraka bersin, ilohim sog' bo'lsin. Opamizni mana umrisidan bor ekan, shu rizq nasibasi men tomonda ekan, shu mana sababi ekan, shifoni topib mana oldimda o'tirib, qaranglar. Hozir mana reanimatsiyadan kelyapsiz, o'sha bir kunda mana bir kechani o'zida Alloh o'zi shunday sahrni chiqarib qo'yibdi mana.
Mana shatimda mana aytyapti-ku, qandimni parchalab yubordi deyapti. Endi bu degani mana shu yerga to'planib turgan o'sha glyukozani mana ichishim bilan parchalab tashlabdi azizlarim. Qalaysiz endi? Yarim soatda. Hozir zo'rmisiz? Xudo xolasa iste'mollarni qilyapsiz inshaalloh, ha? Chicha og'zimda bemazalik bor xolos. Xudo xolasa ular ham inshaalloh endi yovib qoladi. Onajon, men nima deyapman? Bu sahrga mana biz davoni topib qo'ydik. Hech qachon tushkunlikka tushmanglar, juda ko'p gapiryapman. Shuning uchun bu narsani bundan buyog'iga iste'molini qilasiz. Mana shu sahr degan narsangiz bor-ku, bo'ldi, ko'mib qamiz yerga. Chunki bu narsa shuna zo'r narsaki, kerak bo'lsa mana shuni ko'p gapiramanda, qondagi azizlarim, glyukozani parchalab tashlayapti. Tushunyapsizlarmi? Odamlar mana bitta sizmasda, keyin bitta o'zimizni bitta birodarimiz bordi, Oltiariqdan kelgandilar. Shu akamizni kecha ko'rib, to'g'risi men tanimadim. Shunaqangi yaltillab ketgan etadi. Asalda yeyapman deydi, somsani yeyapman. Bitta diyet qilganman deydi. Yeb ichib borib deydi, ertasi kuni borib topshirsam ham deyapti. Sahrim 4-2 dan umuman ko'tarilgan ham yo'q, tushgan ham yo'q deyapti-da. Endi qarang, bu Allohning mo'jizasida. Mana bitta mo'jiza turibdi azizlarim. Bitta inson. Men bularni birinchi marta ko'rib turishim. Juda ko'pchilik menga masalan negativ bo'lyapsizlar-ku. Azizlarim, shuni tushuninglar. Men faqat sababini qilib beruvchi bandaman. Shu insonlarda mana ixlosi bor ekan, iste'molini qildi, Allohning izi bilan mana bir xo'plami kerak bo'lsa mana komil shifo bo'libdi. Xudo shifo beraman desa, kerak bo'lsa bir xo'plam suv ham shifo degan azizlarim. Shuning uchun avvalo shu Allohdan so'raylik, bo'ldi. Gunohlarimizga istig'for etib, mana shuni so'raylik. Mana kerak bo'lsa odamlarga kerak bo'lsa mana tushga ko'ryapmiz ekan mana. Allohdan so'rasa tahajjudlar o'qib shu holatlarni mana eshityapmiz. Jahongir deydi, Xudodan 4 kun, 5 kun deydi, uxlamasdan tahajjud namozlarini o'qib Allohdan so'radim. Menga shifo beruvchi odamni Alloh ko'rsatgin, sababini ko'rsatgin deydi. Shunda sizni ko'rdim deydi. Shunday telefonni bitta yoqib qarasam deydi, siz chiqib turibsiz internetdan deydi. Mana shu ekan menga shifo beruvchi inson deb kelib, shu insonlar mana shifo topib yaxshi ketyapti. Yurolmay qolganlar mana Allohning izidan kelibsa yurib ketyapti. Azizlarim, shuni bilinglar-da. Endi bizga ham shu Alloh taolo tomonidan mana ilm ato etilgan ekan, qismatimizda bor ekan, mana shularni mana siz azizlarimizga yaxshilikka ulashyapmiz. Biz ham o'qiganmiz, praktikamiz bor, ustoz ko'rganmiz. Haligi ayta mol boqib turib, to'g'risi ayta tabib bo'lmagan yo'qmiz-da, to'g'risi. Endi nima bo'lsa ham Allohimiz mana shu nimaga yo'naltirib qo'yibdi, sababchi qilib, shunisiga mana hamdlar etyapmiz va biz mana yutuqlarimiz, mana mehnatimning mevalari shular. Tushuninglar. Meni kim ko'taradi? Meni shu xalq ko'taradi. Sizlar ko'tarasizlar-da. Shuning uchun mana shu mehnatimning mevalari ko'taradi. Onajon, men juda ham xursand bo'ldim. Boringizga shukr. Men ham rosa xursandman. Juda ham xursand bo'ldim. Men bo'ldi dedim. Mana qaytib keldim. Qaytib keldingiz dunyoga. Mashalloh. Yarim soatda qaytdim. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Endi onajon, meni haqqimga bitta duo qiling va ota-onamni duo qiling. Ilohim, amin. Farzandlarimizni mana bitta duo qiling bizni. Ota-onangiz ham sizni baxtingizga sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Siz ham bolalaringizni baxtiga sog' bo'lib. Amin. Omadlaringizni berib. Amin. Atiz Jahongir ekan butun jahonni davolab yuravering. Amin, amin, amin. Omadingizni bersin bundan keyin. Yaxshi yuringlar. Amin. Ilohim, amin. Parvardigor Allohim, shu onam kabi mana bemor bo'layotganlarga Allohim rizq nasibasi bor ekan, sababini oqtarganlar kelibdi oldimga. Allohim o'zing komil shifoligingni ato etgin. Tanajonlarda huzur halovatlari bo'lsin. Xonadonlarda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Tanasida dard nimaligini bilmasdan yashashsin. Mana shu tabobatimiz Allohim doimo gullab yashnasin. Parvardigorim, sendan nimaki duo qilib so'raganimizda hammasini ijobat qilyapsan. Shu yerga kelgan barcha bemorlarimizga o'zing komil shifoligingni ato etorgin Allohim. Barchamizni shunaqangi yorug' bilan ko'rishlikimizni o'zing ro'zai nasib aylargin. Amin. Allohu akbar. Salomat bo'linglar. Men shifo topdim deb kelgan insonga o'sha sovg'am bor. Mana shu 2-oy mendan sizga yana sovg'a, o'sha narsani olasiz, iste'molini qilasiz. Sababi men xursandchiligimdan shunday beraman. Menga pul kerak emas, boshqa kerak emas. Mana shuni oling, iste'molini qilib, komil shifo topib, butun tanangizdan ash narsa tarqab yo'qolib ketsin. Shuni taka davom ettirib turamiz. Bo'ptimi? Lechiniyalar qilib. Xudo xolasa mana shunaqa gaplar. Shifo topdim degan insonga bizning sovg'a salomimiz bor. Azizlarim, bemalol kelaverasizlar. Salomat bo'linglar. Videomizga like bosib bizni qo'llab turaveringlar. Sog' bo'ling.